Navbatdagi mashinamiz Xitoy ijtimoiy tarmoqlarini portlatgan NIO ET9 Mashinani mashinasi. yurish qismini ta'mirlatgandan keyin gaz sxojeniyaning to'g'irlashining asosiy sababi buni o'zgarishlarni bitta ko'ringlar, qanaqa o'zgarishlar bo'lib ketgan. Orqa, o'ng va chap g'ildiraklar mana. Nima ahvolda? Oldi nima ahvolda? Umumiy Ushbu ahvoli. texnologik va murakkab yurish qismiga ega mashinani orqa g'ildiraklari ham buriladi. U yuqoridagi rul tizimi bilan amalga oshiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, nakanichniy shanel va orqa g'ildirakniki. Mana bizni muhandislarni yomon ko'rishimizga sababi mana bu sozlamani joylab qo'yilgan joyini ko'ring. Oldi qismiga kelsa, oldida hamma ko'rsatkichlar sozlanadi. Raz va burchak, kasta burchak hammasi sozlanadi. Hosil bo'lgan natijalarni monitorda ko'rishingiz mumkin. Birinchi ahvol esingizda bordir. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murakkab mashinalarni to'g'irlash kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.